Salom hammaga. Horrible Breakdown kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan suyuqliklar mexanikasiga oid bo'lgan videolarni davom ettiramiz. O'tgan videoda biz mana bu formulani isbotini ko'rgan edik. Bugun mana shu formula orqali ba'zi bir misollarni yechishni ko'ramiz. Quyidagi misolga e'tiborimizni qarataylik. Bu misolda konteyner berilgan, qandaydir bir konteyner berilgan va mana shu konteynerda suyuqlik bor. Ya'ni incompressible suyuqlik. Gaz emas. Va mana shu suyuqlik qandaydir bir tezlanish bilan harakat qilishni boshladi. Ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin mana shu suyuqlikning konteynerdagi ko'rinishi quyidagicha bo'lib qoladi. Va mana shu holatda ko'rayotganlaridek suyuqlikning sirt yuzasi qandaydir bir setda burchakka og'ayapti va mana shu burchakni topish so'ralyapti. Va bundan tashqari mana shu yangi holatda bosim distributionini ham topishimiz kerak. Endi bu misolda biz boshlang'ich holat va oxirgi holat orasida nima bo'layotgani qiziq emas. Chunki bu narsa o'ta murakkab. Biz shunchaki ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin mana shu suyuqligimiz mana bu steady holatni oladi va mana shu steady holat uchun pressure distribution va mana shu angle'ni topishga harakat qilamiz. Albatta bu misolni yechishimiz uchun mana shu formuladan foydalanishimiz kerak. Nimaga aynan bu formula bu misolga tushadi? Chunki aynan mana shu steady holatda xuddiki mana bu suyuqligimiz mana shu konteyner bilan xuddiki bir xil harakatda davom etadi. Ya'ni bu xuddiki rigid body motionda bo'lib qolayotgandek xuddi suyuqligimiz. Endi mana shu formula orqali biz pressure distributionni topib olishimiz mumkin. Hop, ko'rayotganlaridek bizda G accelerationimiz bor va bu G accelerationni quyidagicha yozsak bo'ladi: minus GK. Nimaga bunday yozuv? Chunki acceleration, ya'ni gravitasi pastga qaragan bo'ladi. Endi mana bu accelerationimiz shunchaki random yoki generic, o'shaning uchun buni x komponenti bo'ladi, I buni z komponenti bo'ladi. Bu misolda shunchaki ikkita dimension qaralyapti xolos, z va x. Uchinchi dimension muhim, chunki bu shunchaki ikki dimensionli misol xolos. Gradient of p o'zi asli nima? Bu dp dx. I endi bizda ikki dimension bo'lgani uchun z bor xolos bu yoqda. K. Endi mana shulardan foydalansak va mana bunga yaxshilab qarasak, bizda quyidagi narsa hosil bo'ladi. Klar alohida yozib olamiz. dp ni dx ga bo'lganimiz, hop, I directionda faqat ax bor va rho ko'paytirilgani va negativ, demak minus rho ax. Z bo'yicha hosilamiz. Z bo'yicha bizda k directionda minus g bor va minus bilan minus az va rho ko'paytirilyapti. Minus qarsini chiqarib olsak, demak g plus az. Mana bu z, bu indeksda, bu alohida nima emas, funksiya emas. Acceleration constantda, o'shaning uchun mana shu misolimiz ancha oson bo'ladi. Xo'p. Endi pressure distribution topish uchun nima qilamiz? Shunchaki mana bu tenglamani, difference tenglamani yechib qo'yishimiz kerak. Birinchi x bo'yicha bo'lgan holatini yechaylik. U holatda bizda minus rho ax ko'paytiruv x plus konstant son bo'lishi kerak, lekin pressureimiz z ga ham bog'liq. O'shuning uchun qanday bir z, faqatgina z ga bog'liq funksiyani qo'shilgani hosil bo'ladi. U holatda biz z bo'yicha hosilasini qarasak, mana shu pressureni faqat z bo'yicha mana bu funksiyani hosilasiga teng bo'ladi xolos va bu minus rho g plus az ga teng bo'lishi kerak. Demak, fz funksiyamiz bizda
minus ro g plus az z plus qanday konstanta son. U holda pressure ni yozadigan bo'lsak, bu shunchaki c minus ro ax ko'paytirib x minus ro g plus az ko'paytirib z ga teng bo'lar ekan, xolos. Endi mana bu konstanta sonni topishimiz kerak. Albatta bu konstanta son mana bu nimamizni, koordinata o'qimizni qayerga qo'yishimizga bog'liq, ya'ni koordinata o'q markazini qayerga qo'yib olishimizga bog'liq. Kelinglar, koordinata o'q markazini mana bu nuqtaga qo'yaylik. Mana shu nuqtaga qo'yganimizda bizda x va z 0 bo'lganida pressure'imiz, ya'ni mana shu atmosfera bosimiga teng bo'ladi. Ya'ni bu o'zi mana shu nuqta, bu shunchaki mana shu suyuqlik sirtida va suyuqlik sirti atmosfera bosimiga bilan bir xil. Demak, p imiz p0 ga teng bo'lishi kerak. Mana shu tenglamaga qo'ysak, bular yo'qolib ketib, faqat p teng p0 teng c hosil bo'ladi. Demak, c teng p0 bo'lib qolar ekan. Bundan demak pressure distribution yozadigan bo'lsak, pressure distribution shunchaki p0 minus rho ax times x minus rho g plus az ko'paytirib z. Endi mana bu harakat orqali nimaga mana shu fluidimiz mana shunday og'ishga ega bo'lyapti? Mana shu haqida gaplashaylik. Kelinglar, qanday bir ikkita nuqta olamiz. Bir va ikki nuqta. Mana shu sirtda. Ko'rgan bo'lsanglar, bu sirtda bosim bir xil. Demak, o'zi umuman mana shu ikkita nuqtani orasini o'ta kichkina infinitesimal qilib oladigan bo'lsak, u holda bizda differentialimiz pressure konstanta bo'lgan holat topish uchun mana shu differensialni demak 0 ga tenglashtirsak, differensial formulasi mana bunday. Xo'sh, mana bunday va mana shu 0 ga tenglashtirsak, o'zi umuman faqat sirtda emas, boshqa joydagi pressure konstanta bo'lgan nimalar ham kelib chiqadi. Biz shunda liniyalar tenglamasi, demak dz bo'lingan dx ni formulasi, demak bizda mana bu yerda y yozib qo'yibman. Bu z bo'lishi kerak. Demak x bo'yicha hosila bo'lingan z bo'yicha hosila. Endi mana shu pressure konstanta bo'ladigan funksiyalarni qaraydigan bo'lsak, x bo'yicha hosilarimiz qani x bo'yicha hosilarimiz mana bu edi, z bo'yicha bu edi. Demak, bizda ro'la qisqarib ketib ax bo'lingan g plus az hosil bo'ladi, xolos. Bundan z ni funksiyasiga qaraydigan bo'lsak, minus ax g plus az, chunki ax va az konstanta bo'lgani uchun shunchaki integral olib qo'yilsa x plus c. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bosimlar teng bo'ladigan tenglamalar nimasi to'plami quyidagi ko'rinishga ega ekan. Bu degani bular to'g'ri chiziqlar to'plami. S o'zgarsa, o'sha to'g'ri chiziqlar mana shu pressure konstanta bo'lgan joylarda nimasi ham o'rni ham o'zgaraveradi. Demak, mana shu surface'da ham surface'dagi ixtiyoriy nuqtalarda nimamiz, bosimimiz p0 bo'lgani uchun mana shu surface ham mana shu tenglamalar qatoriga ichiga kiradi. Shuning uchun mana bu burchakni topmoqchi bo'lsak, mana bu tenglamadan foydalanamiz, xolos. Va muhim narsa, bosim konstanta bo'lgan
liniyalar demak shunchaki to'g'ri chiziq ekan xolos va o'sha to'g'ri chiziqlar biri mana shu surface bo'ladigan bo'lsa, boshqa to'g'ri chiziqlar ham mana shu surfacega parallel bo'lgan to'g'ri chiziqlar bo'ladi xolos. Va mana shu to'g'ri chiziqlarda pressure konstanta, faqat boshqa to'g'ri chiziqqa o'tganimizda pressure qiymati boshqa bo'ladi. Xo'sh, endi setani qanday topamiz? Biz bilardik, nimadan? Hosilani tarafidan qanday bir funksiya bo'lsa, uni hosilasi mana bu setda oladigan bo'lsak, x bo'yicha hosil qilgan nimasi burchagi setda bo'ladigan bo'lsa, tangent setda mana shu agar endi bizda bu yoqda dz bo'lingan dx bo'lardi. Ko'rganingizdek bizda dz bo'lingan dx bor. Lekin bizda x aylanishib bu tarafga qarayapti. Bizda mana bu setdamiz boshqacha aniqlangan. Bizda biz xohlagan setda mana bu yerda bo'lardi. Kelinglar mana shuni endi alfa deylik. Setda emas, alfa deylik, boshqa harf bilan belgilash uchun. Agar mana shuni alfa deydigan bo'lsak, bu alfamiz 180 minus setda bo'lib qoladi. Hop, demak bizda tangent alfamiz, which is tangent 180 minus setda, which is minus tangent setda dz bo'lingan dx ga teng bo'lishi kerak. Demak, g plus az. U holda setdani formulasi arctangent ax bo'lingan g plus az ekan. Mana bu burchak kerak emas endi. Bu formulasini chiqardik setdani va so'ralgan narsalarni topdik. Setdan topdik va pressure distribution ham ko'rsatdik. Va ko'rayotganingizdek, bu misoldan kelib chiqyaptiki, birorta bir konteynerdagi suyuqlik harakatlantirilsa qanday bir acceleration bilan mana bunday ko'rinishdagi og'gan free surface hosil bo'lar ekan. Boshqa misolimiz ham bor. Bizda cylindrical container bor va buni yon tarafdan ko'rinishi, endi silindr qilib chizmadim, endi tushunib olasizlar o'zlaring. Mana bunday silindr bor. Xullas, yon tarafda ko'rinishi silindrni radiusi r va mana shu silindr ichidagi suyuqlikni balandligi h0. Endi suyuqlik z o'qi bo'yicha aylantirilyapti omega burchak tezlik bilan. Va mana shundan keyin qandaydir bir ma'lum vaqt o'tgandan keyin mana shu nimani suyuqlikning sirti qandaydir bir funksiyaviy ko'rinishga ega bo'ladi. Ya'ni egri chiziqqa deganim mana bunday turmaydi va mana shunday egri chiziqqa ega bo'lganida va mana shu markazdagi balandlikni so'ralyapti. Ya'ni chuqurlikni va pressure distribution so'ralyapti. Endi bu misolda bizda silindr bo'lgani uchun biz silindrga coordinates ishlatamiz. Ko'rayotganinglardek bu yoqda z va r yozganman va setani yozmay qo'yganman, chunki bu yondan ko'rinish xolos. Lekin biz silindrga coordinate ishlatyapmiz. Xullas, yana o'sha formulani ishlatsak, rho g minus a. Endi bu yerda nimaga bu formulani ishlata olamiz? Real hayotda o'zimni o'ylab qaraganda, birorta konteyner aylantirilsa, ichidagi suyuqlik birga aylanmaydi, chunki bu shear stressda o'sha suyuqlikdagi shear stressga bog'liq. Boundary layers, xullas. Real hayotda mana shunday narsaga erishish qiyin. Chunki markaziga bo'lgan effekt mana bu chetlarida boshqacha bo'ladi. Ya'ni kamroq bo'ladi chetlariga qaraganda. Bu misolda esa bu solid body rotation qilib tasavvur qilamiz. Ya'ni
konteyner qanaqa qilib aylanayotgan bo'lsa, fluidning har bir joyi ham mana shu bir xil burchak tezlik bilan aylanyapti tasavvur qilamiz va mana shu holatda misol aytishga harakat qilamiz. Va real hayotdagi examplelardan biri bu blenderlarda ko'rish mumkin. Mana shu blenderlarda suyuqlik aylantirilganda qandaydir bir egri chiziqli, endi chiziq emas, egri surface desa bo'ladi. Egri yuzaga ega bo'lgan bir narsa hosil bo'ladi. Ya'ni bizda shunchaki flat emas, mana bunday qandaydir bir egri narsa hosil bo'ladi eng yuqoridagi surface'da. Buni shu real hayotda hech bo'lmasa mana shu blenderlarda ko'rsak bo'ladi. Va boshqa holatlar ham bo'lishi mumkin albatta. Xullas, solid body rotation formulamizni ishlatamiz mana shu holat uchun. Bizda g imiz hali ham minus g k. Accelerationimiz faqat bizda rotation bo'lyapti xolos, tezlanish rotation emas, shunchaki constant rotation, ya'ni burchak tezligimiz konstanta. U holda bizda centripetal acceleration bo'ladi, ya'ni markazga intilma tezlanish va bu mana bu r ga qarama-qarshi bo'lgani uchun minus omega kvadrat r deb yozib olamiz. Endi gradientimiz cylindrical coordinatesda qanaqa bo'ladi? dp dr, r vektorimiz 1 taqsim r dp zeta vektor plus dp bo'lingan dz k vektorimiz. Xo'p, bundan ko'rinib turibdiki, biz quyidagi holatga ega bo'lamiz. Ya'ni tenglamalarga mana buni ishlatsak, dp ni dr ga bo'lgan, to'g'rirog'i dp ni r bo'yicha partial derivative sal kichikroq qilib yozaylik. Bizda shunda r directioni faqat mana bu bor. Demak, minus bilan shunchaki rho omega kvadrat r hosil bo'ladi xolos. Zeta bo'yicha qarasak, acceleration yo'q, shuning uchun pressure ham 0. Z bo'yicha lekin accelerationimiz bor, bu gravitatsiya, demak bu minus rho g bo'lib qolyapti. Xo'p, demak bundan kelib chiqyapti. Demak, bizda p ni birinchi mana bu tenglamani yechaylik va p ni topaylik. Referens tenglamani yechsak bizda rho omega kvadrat r kvadrat bo'lingan 2 va yana bizda z bo'yicha funksiya bo'ladi va dp ni z bo'yicha hosilasi minus rho g ga teng. Demak, bizda fz imiz minus rho g z plus qanday bir konstanta son. Demak, pressure distributionimiz bizda c minus plus rho omega kvadrat r kvadrat bo'lingan 2 minus rho g z. Endi albatta bu c imiz, konstanta sonimiz, albatta koordinata o'qini qayerga qo'yishimizga bog'liq. Kelinglar, koordinata o'qini mana bu yerga qo'yaylik. U holda bizda z va r 0 bo'lganida, kelinglar bizda pressureimiz P0 bo'lsin. U holda 0 qo'yganimiz bular qisqarib ketib, P0 teng C, demak mana bunday P imiz P0 plus rho omega kvadrat r kvadrat bo'lingan 2 minus rho g z. Quyidagi ko'rinishdagi narsalarga, to'g'ri, pressure distributionga ega bo'lamiz ekan. Demak, misolda birinchi qismini yechdik, endi h'ni topishimiz kerak, ya'ni berilgan h0 va r lar orqali. Xo'sh. Kelinglar o'sha undan oldin mana bu surface qanaqa funksiyaga ega bo'lishini ham ko'rib o'taylik. dp imiz bizning holatimizda albatta r bo'yicha hosilamiz, zeta bo'yicha hosilamiz va
z bo'yicha hosilamizga teng. Bizda mana bu holat 0, ya'ni mana shu hosilamiz 0, ya'ni partial derivativimiz va pressurelar konstanti bo'lgan holatlar, ya'ni chiziqlar, ya'ni yoki surfacelar ko'rinishi uchun dp 0 bo'lishi kerak. U holda bizda dp ni dr ga bo'lganimizda rho omega kvadrat r dr minus rho g dz teng 0 bo'lyapti. Endi z bo'yicha funksiya hosil qilib olsak, z ni r bo'yicha hosilasi demak bizda omega kvadrat r bo'lingan g chiqyapti. Demak z funksiyamiz omega kvadrat r kvadrat bo'lingan 2g plus qanday bir konstanta son. Demak ko'rayotganlaringdek mana shu pressurelar konstanta bo'lgan joylarda joylarning nimasi funksiyasi kvadrat funksiya ekan yoki 3D ga qarasak bu paraboloid bo'ladi va ko'rayotganlaringdek mana bu holatda ham mana bu surface ning funksiyasi parabola ekan. Va chunki mana bu har bitta sirtdagi nuqtalarda bosim shunchaki p0 demak p konstanta bo'lgan joy parabola bo'lgani uchun demak bu ham parabola ekan. Va mana shu parabolaga parallel bunday ko'chirsak buni va mana shu hamma joyda pressure konstanti bo'ladi. Mana shu chiziqlarda. Hop, endi mana bu h ni qanday topish kerak? Bilamiz, incompressible nima bo'yicha yechyapmiz? Fluidlar bo'yicha yechyapmiz. Shuning uchun volym konstanti qolishi kerak. Hop, u holda birinchi holatdagi volym nima? Idish silindr bo'lgani uchun shunchaki pr kvadrat h0 ga teng xolos. Xo'sh, v1imiz pr kvadrat h0. v2imizchi. Endi v2 ni topishimiz uchun keyinlar mana bu z nimamizni to'g'ri current o'qimizni mana bu yerga qo'yib olamiz va shu holatda eng tepadagi mana bu sirtning funksiyasini yozib olamiz. Mana shu v2 ni topishni shunday qilaylik. U holda r ni o'rniga 0 qo'ysam, o'sha sirtdagi z h bo'lishi kerak. Demak c imiz h bo'lishi kerak. Demak bizda mana bunday narsa hosil bo'lyapti. Endi volyumni topishimiz uchun biz double integraldan, ya'ni ikki karrali integraldan foydalanamiz. Matematikani o'qiganlar buni yaxshi biladi. Qanday bir funksiya dA bizda bu volyumni berish kerak. Uzr, mana bu z emas, bu xy. xy dA shu z teng fx kerak bo'lsa, mana shu z funksiya va mana bu floor bo'lsa, mana shu floor hosil qilgan volyumni berish kerak xullas. Bizda cylindric koordinat bo'lgani uchun mana shu dA ni o'rniga albatta r dA dr d setni qo'yib olsak bo'ladi va bizda setdan o'zgacha albatta 0 dan 2 pi gacha d setda va bizda 0 dan katta r gacha shu r ni qiymatimiz demak bizda omega kvadrat r kvadrat bo'lgan 2g plus h va bu yoqda r ga ko'paytiryapmiz va dr. Xo'sh, bu narsa endi bu 2 pi ga teng shunchaki bu. Chunki bu yoqda set yo'q, alohida ko'paytma qilib hisoblasak bo'ladi. 0 dan r gacha omega kvadrat r kub bo'lingan 2g plus hr dr. Endi bundan integral olib hisob kitob qilsak bo'ldi. Omega kvadrat r ni 4-chisi 8g bo'ladi bu yoqda. Hop, plus h r kvadrat bo'lingan 2 0 dan r gacha. Hop, demak bizda 2 pi omega kvadrat r 4-chisi 8g plus h r kvadrat bo'lingan
Xo'p, 2 qolyapti ekan. Keyin mana shu a kvadrat bo'lingan keyin tashqariga chiqavoramiz. Shunda bizda pr kvadrat omega kvadrat r ni 4-chisi to'g'ri r kvadrati bo'lingan 4g qoladimi? Da. Plus h. Da menimcha xato qilmadik. Va r kvadrat bo'lingan keyin chiqardim xolos da. Endi mana shu narsa mana bunga teng bo'lishi kerak. pr kvadrat h0 ga. Demak, pr kvadrat qisqarib ketadi keyin. Demak, bizda h imiz h0 minus omega kvadrat r kvadrat bo'lingan 4g ekan. Va bu oxirgi javob. Mana h ni h0 va r orqali ifodalab oldik. Ko'rganlaridek, balandlik sal pasayadi. Chunki mana bu parabola hosil bo'lganda, mana bu chekkalar sal tepaga chiqadi. Mana o'rtasi pastga tushishi kerak, chunki bu yoqda volyum oshyapti-da. Mana shu volyum oshishini kontrakt qilish uchun mana bu yerda volyum kamayishi kerak. O'shuning uchun h0 dan kichkinaroq. Xo'sh, bu bugungi videomiz edi. Bu videoda albatta o'tgan videoda hisoblab chiqargan formulamizni ba'zi misollarga qo'llashga harakat qildik. Albatta bular o'ta qiziq. Keyingi videolarda mana shu fluid mechanicsga, ya'ni suyg'urlar mexanikasiga oid boshqa formulalarni isboti va misollar ko'rishga harakat qilamiz. Yoqqan bo'lsa like bosinglar, obuna bo'lishni unutmanglar. Hammaga rahmat.